Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Aramboy. Hozirda Garvardda magistraturada o'qiyman. Anchadan beri YouTube'da video boshlashni o'ylab yurgandim. Как раз qishki ta'tillar boshlanib, ko'proq vaqtim borligi uchun boshlaymiz. Birgalikda hozir Garvard haqida gaplashamiz. Qanday qilib Garvardga kirish mumkin, qanday qilib magistraturada o'qish haqida. Birinchi bo'lib o'zi odatda yo'lda borardim, lekin sovuqda velik buzilib qolganligi uchun piyoda yurishimiz to'g'ri keladi. Hammaga yana bir bor salom. Videoni shu yerda davom ettiramiz. Qisqacha qilib, umuman olganda Garvardda o'zi o'qish qanday qilib o'qishga kirsa bo'ladi, magistraturaga qanday qilib Garvardga o'qishga kirish mumkin, shu haqida qisqacha overview qilamiz, ya'ni umumiy ma'lumotlar berib boraman. Va agar qiziq bo'lsa, qanday insho yozish mumkin yoki qanday qilib rezyumeni to'g'irlash kerak degan savollar bo'lsa, kommentlarda qoldirsanglar, yana keyingi videolarda davom ettiramiz. Turli xil savollarga javob berib boraman. Videolarni boshlashdan asosiy maqsad O'zbekistondan ko'proq talabalarni Garvardga kelishni boshlashi. Chunki O'zbekistonda juda ko'p Garvardga magistraturaga kelib o'qisa bo'ladigan qobiliyatga ega yoki umuman olganda backgroundda o'sha ish jihatdan, lavozim jihatdan juda ko'p loyiq o'quvchilar bor. Va juda ko'p o'quvchilar kelib bemalol o'qishsa bo'ladi, lekin aynan o'sha jarayon qiyinligi tufayli ko'pchilikda jarayon to'g'risida yaxshi ma'lumotlar yo'qligi sababli juda kam o'quvchilar hozirda o'qishadi. Garvardda Graduate School of Education deydi, ya'ni ta'lim fakultetiga o'xshagan narsa. Education Policy and Analysis, ya'ni ta'lim siyosati va analiz yo'nalishida magistraturada o'qiyman hozir. Qishki semestr bo'lganligi uchun aynan shu video olishga qaror qildim. Xo'p, birinchi savol, menimcha o'zi oddiy maktabda o'qib yoki umuman O'zbekistondagi oddiy universitetlarda o'qib magistraturaga kirsa bo'ladimi, qanchalik real degan savolga bemalol kirsa bo'ladi. Juda ko'p talabalar nimasini ko'rsanglar, oddiy universitetlar, oddiy o'sha maktablardan kelib o'qishadi. Bu juda oddiy holat va o'ylaymanki juda ko'pchilikda yaxshi shans bor. Shuning uchun harakat qilib ko'rish kerak. Va albatta o'xshaydi. Ayniqsa O'zbekistonliklar juda kamligi sababli ko'proq o'zbekistonliklarni olishga ham harakat qilishlari mumkin, chunki diversity, ya'ni turli xil fikrlarga ega bo'lgan, turli xil joylarda o'sgan, turli xil backgroundi bor o'quvchilar ilm fanni rivojlanishiga, umuman olganda akademiyada o'sha fikrlar xilma-xilligi bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun ham iloji boricha top universitetlar turli xil joylardan odamlarni yig'ishga harakat qilishadi. Bu sizlarga katta plyus bo'ladi, chunki Xitoy yoki Hindistonga nisbatan O'zbekistondan juda kam odam topshiradi va O'zbekistondan kelib o'qiydiganlar ham menimcha hozir butun Garvard bo'yicha 10 taga yaqin o'quvchi o'qiydi. Shuning uchun yaxshi shans bor. O'zi Garvardga magistraturaga topshirish to'g'risida ko'proq gaplashamiz. Endi men magistraturada o'qiganim uchun bakalavrda bemalol o'qisanglar bo'ladi, magistraturada yoki doktoranturada.
magistraturaga kirish uchun nimalar talab qilinadi? Birinchi bo'lib bakalavr ega bo'lishingiz kerak albatta. Istalgan universitetdan, istalgan o'sha o'zingiz davlatingizda akkreditatsiyadan o'tgan universitetdan bakalavr darajangiz bo'lsa, bemalol topshirsangiz bo'ladi. Agar boshqa magistraturalarıngiz ham bo'lsa, bemalol boshqa magistratura bilan, ya'ni ikkinchi magistraturaga yoki uchinchi magistraturaga topshirsangiz bo'ladi. Bunaqa o'quvchilar ham juda ko'p. Qanday nimadan boshlash kerak o'zi degan savolga birinchi bo'lib maqsadingizni to'g'ri qo'yib olishingiz kerak. Ya'ni qaysi yo'nalishda o'qishni xohlaysiz va qaysi yo'nalishda o'zingiz kelajagingizni ko'rasiz. Bu juda muhim. Universitetlar ko'pincha ayniqsa magistratura darajasida sizga berayotgan bilimi sizni qaysi maqsadlaringizga xizmat qiladi va sizga qanday foyda olib keladi degan savolda berishdan boshlashingiz kerak. Masalan, ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchi bo'lsangiz, ta'lim bo'yicha maqsadlaringiz qaysi va aynan o'sha maqsadlarga erishish uchun sizga universitet qanday yordam bera oladi degan savolni o'zingizga berishni boshlasangiz, ya'ni aniq maqsad, aniq yo'nalishingizni magistraturaga kelishdan oldin belgilashingiz kerak. Aytishingiz mumkin, siz xalqaro tashkilotlarda ta'lim bo'yicha ishlamoqchisiz, shuning uchun Garvard yordam beradi degan masalan yo'nalish bilan kelmoqchi bo'lsangiz, aynan shunga moslab universitet saytiga kirib, birinchi o'zingizga mos yo'nalish tanlashingiz kerak. Aynan o'sha yo'nalishni ichida sizga barcha ma'lumotlar berilgan bo'ladi o'zi. O'sha ma'lumotlar asosida hujjatlaringizni tayyorlashni boshlaysiz. Lekin asosiy bo'lgan hujjatlar deyarli bir xil barcha magistraturadagilar uchun. Bular birinchi bo'lib til sertifikati. Ta'lim maktabiga o'sha School of Educationga 7,5 minimum IELTS talab qilishadi. Lekin menimcha 7 yoki o'sha sal 7 atrofida bo'lsa ham unaqa muammo emas. Agar boshqa taraflaringiz kuchli bo'lsa, kirib ketish shansingiz bor. Ikkinchi talab qilinadigan narsa bu rezyume. Aynan rezyumengizni moslash kerak. Saytga, internetga kirib o'zi Harvard Student Resume deb yozsanglar, har xil namunalari kelib chiqadi. O'shandan topib, aynan o'zingiz qilgan ishlaringizni, qayerda o'qiganingizni, qaysi muvaffaqiyatlarga erishganligingizni terib chiqsangiz, rezyume talab qilinadi. Bunga ko'p vaqt ketmaydi, asosan o'tirib barcha o'sha qilgan ishlaringiz, o'qigan joylaringiz, erishgan yutuqlaringizni yozib chiqasiz. ChatGPT dan foydalanishga harakat qilinglar. Strukturasi to'g'rilab berishga yoki yaxshiroq yozib berishga sizlarga yordam beradi. Keyingi talab qilinadigan narsalar insho, albatta statement of purpose talab qilinadi. Bir nechta insho so'raladi, lekin bo'lganda ko'pchilik universitetlarda statement of purpose, ya'ni maqsadlaringizni, o'zingizni erishgan yutuqlaringizni, universitet sizga qanday yordam bera olishini va siz universitetga nima bilan kelishingizni, o'zingizni hikoyangizni o'sha so'zlab beradigan essay yozishingiz kerak. Va bu essayda o'zingiz haqingizda, nimaga o'sha magistraturada o'qimoqchiligingiz va aynan nimaga aynan shu universitet Harvard sizga shu maqsadlaringizga erishishingizga yordam berish haqida gapirishingiz kerak bo'ladi. Bu joyda menimcha eng muhim narsa aynan nima sababdan shu universitet sizga yordam berishi. Ko'pchilik endi aytishi mumkin, Harvard bo'lgani uchun, top universitet bo'lgani uchun bormoqchiman deyish mumkin. Lekin aynan siz ko'rsatib o'tishingiz kerak, qaysi professor sizni masalan, aytaylik siz xalqaro munosabatlarda ta'lim siyosatini o'rganmoqchi bo'lsangiz, aynan shu yo'nalish bo'yicha qanaqadir boshqa universitetlarda yo'q professor bormi shu yerda yoki boshqa universitetlarda o'tilmaydigan qanaqadir kurs borki, qanaqadir fan borki, shu yerda faqat shu universitetda olish mumkin. Aynan shu jihatlarini yoritib berishga ko'proq e'tibor qaratish kerak, chunki top universitet bo'lgani uchun boraman desangiz, sizni qabul qilishmaydi. Ming zo'r backgroundingiz bo'lgani bilan siz iloji boricha aynan nima boshqa universitetlar bera olmaydigan qanday narsani shu universitet siz maqsadlaringizga erishishingiz uchun bera oladi degan savolga javob bersanglar, ana o'shanda shansingiz ham ko'proq bo'ladi. Asosan shu essay va 3 ta rekomendatsiya o'zingiz ishlagan joylaringizdan, oldingi o'sha o'qigan joylaringizdan 3 ta rekomendatsiya olinadi. Kamida bittasi akademik bo'lish kerak, ya'ni o'qishingizdan oldingi sizni
diplom ishi yozganingizda o'sha sizga qarab nima qilgan supervizoringizdan bo'lishi kerak bo'ladi, hech bo'lmasa yoki bironta darsida qatnashgan professoringiz yozib bersa ham bo'ladi, qolgani ish joyidan bo'lsa ham bo'ladi. Lekin qanday qilish albatta hammani o'zini nimasiga bog'liq. Agar ko'proq yutuqlaringiz fan sohasida bo'lsa, ko'proq fan sohasidan rekomendatsiya olganingiz yaxshi. Yutuqlaringiz ko'proq o'sha ish joyingizdan bo'lsa, ish joyingizdan ko'proq rekomendatsiya olish ham yaxshi. Asosiy qisqacha shu. Keyin diplomlaringiz, o'qigan diplomlaringizni ingliz tiliga agar tarjimasi bo'lmasa, ingliz tiliga tarjima qilingan versiyasi talab qilinadi. Asosiy shu dokumentlar, bunaqa ko'p dokument emas. Eng asosiysi til sertifikatini vaqtida olib topshirilsa, menimcha bo'ladi va juda e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa, barcha hujjatlaringiz sizni shaxs sifatida ochib berishga, butunlay har taraflama ochib berishiga ko'proq e'tibor qaratishingiz kerak. Unutmaslik kerak, barcha inshoolaringiz, siz topshirayotgan hujjatlari hammasi sizni har taraflama ochib berishga harakat qilish kerak. Chunki bu yerdagi odamlar sizni umuman bilishmaydi. Tasavvur qiling, siz haqingizdagi o'sha tushunchasi aynan siz bergan hujjatlardan shakllanadi. Shuning uchun har bir hujjat ma'lum tarafingizni ochib berishga xizmat qilishi kerak. Asosan qisqacha shular. Qandaydir agar savollar bo'lsa yoki aynan qanday rezyume yozish kerak, qanday essaylar yozish kerak, bular haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki umuman olganda Garvarddagi hayot haqida qaysidir jihatlari qiziqtirsa yoki shunchaki tur videolar olish qiziqtirsa, bemalol kommentlarda yozib qoldirsanglar, harakat qilaman olishga. Turli yo'nalishlar to'g'risida bo'lishi mumkin. Birinchi video olishim. Shuning uchun qandaydir takliflar bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar, ko'proq videolar olamiz. Va keyingi yildan ko'proq O'zbekistondan studentlar kelib Garvardda o'qiydi deb umid qilaman. Shu, rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.